Mana bizning jamoa va biz uydamiz. Milana hammadan ham xursand. Milana ertalabdan beri mana O'zbekistondan beri faqat Xadijani so'raydi. Mami Xadija. Mami Xadija. Mami Xadija. Mami. Milana Xadija hozir skulda. Keladi skuldan keyin. Mana do'stlar, mana shunaqa sariq avtobuslar bolalarni uyga maktabdan olib kelib yetkazib berishadi. Hozir Milana kutyapti dugonasi Xadijani. Alo. Xadija hozir maktabda. Qara nima topdim. Kelsa keyin birga maza qilib o'ynaysan deb aytmoqman. Sabr yetmayapti dugonasi bilan ko'rishishga. Yosini ona. Yaxshi. Voy. Voy. Milana. Sekin. Mana shunaqa dastlabkachilar ishlaydi mahallamizda. Buyurtmalarni tez olib kelib ketkazishadi. Bu yerda Yandex prilojeniyamiz bor-ku, bizning O'zbekistondagi Yandex. Bu yerda Karim orqali bemalol xohlagan narsalarni zakaz qilsangiz bo'ladi. Qo'shnilarimiz kuchlarni yetelab yaxshi ko'rishadi, maza qilib boqishadi o'zini. Havo juda ham zo'r o'tadi. Hozirgina mana bozor qilib keldik uyga. Hozir mana yana kirib bo'lgan joylarni tozalab, yana ham chiroyli, yana ham akkuratni qilamiz. Baribir qanchadir muddat kelmaganidan keyin uyda o'zgarishlar bo'ladi. Eski narsalar tashlab yuborilishi kerak. Yo'qotib qo'ygan, surib o'tib qolgan bo'ladi. Mana bu yer archiv. Faqat opiniondan ketib qolmaydi. Yaxshi tutdimi? Qorong'ida yo'qolib qolmaylar bolalar. Ha, opiniondan ketib qolmaydi. Barchaga xayrli tong, kuninglar xayrli bo'lsin. Bizda ertalabdan mana shunaqa zo'r kayfiyat. Va hozir karshir qilaman. Shlankalarni hammasini mana yig'ib tayyorlab qo'yganman. Har doimgidek mana karshir narsalarimni tayyorlab qo'ydim, lekin eslolmayapman. Vodoprovodga tiqadigan bitta texnikasi bor edi, o'shani topolmayapman. Hozir turmush o'rtog'imga telefon qilib so'rayman. Katta dadasi qaysi biri edi deb, chunki juda ham ko'p temir tersak bor. Mana bu bizni kirib xonamiz. Eng kichkina uyimizdagi xonachalardan biri va bu yerda hamma texnikalarimiz turadi. Hozir mana shu joydan qidiramiz. U qurib ketgur qayerda ekan endi? Sekin hamma joylarni pilisos qilib, tozalab chiqdik. Endi balkon qoldi. Har doimgidek ikkita balkonni yuvish baribir odamga zavq beradi. Har safar o'zim maza qilib, xursand bo'lib balkonlarimni yuvaman. Bu mas'uliyatli ishni boshqa hech kimga ishonmayman. Shunaqa. Topdim. Xuddi shu narsa kerak edi. Voy. Mana nihoyat do'stlar, biz topdik. Shu qurib ketgurni ertalabdan beri qidiraman deb. Yo'q. Endi hozir ulaymiz. Mana nihoyat mana ulab oldim.
you